Bu darsimizda rangli printerlarga suyoq quyishni o'rganib chiqamiz. Eslatib o'taman, bu video ham bizga tegishli emas, biz faqat ovoz berganmiz. Rangli printerda oldida yoki ichki qavatida xuddi shunaqa krishkasi bor. Krishkasini ochamiz. Har bir rangga e'tibor beramiz. E'tibor beringlar, bu ranglar har xil. Bir-birini rangi bir-biriga aralashib ketmasligi kerak, bo'lmasa sizlarga anchagina muammo chiqaradi. O'sha rangini mos qilib, keyin quyamiz. Keyin printerni bir marta o'chirib yoqamiz. Rangli printerlarga suyoq quyish juda ham oson.